Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Raqam tanishingiz mumkin? 9. 9. Sizga savollarni o'qib eshitiraman va sizga 2 daqiqa javob berish uchun vaqt. Britanniya ensiklopediyasida yozilishicha, Osiyodagi qaysi sulola vakillaridan bo'lgan ayollar lashkarlarni kuzatib borgan, ko'rkam binolarni qurishda ishtirok etganlar hamda savdo va xayriya bilan shug'ullangan. Javob yo'q. Mirkarim Osimning Zulmat ichra nur qissasida kim mo'g'ullardan bir qop somonga sotib olinganligi haqida eslatib o'tilgan. Adashmasam bir dehqon edi. Javob Ismi yo'q. Miraziz A'zamning Saylanma kitobida yozishicha, Mirzo Ulug'bekning turk va mo'g'ul qavmlari haqida ma'lumot beruvchi asar nomi. Javob yo'q. Alpomish dostonida Barchim qaysi muchal yilida tug'ilgan? Sichqon. to'g'ri. Koinot javohiri asarida qayd etilgan AQSh prezidenti nomi. Javob yo'q. 20 ball oldingiz. Rahmat. Aha.